Marhamat, badiiy sahnamizga ruxsat onajonimiz taklif etamiz. Onajon keling. Ko'zlarimga keng bu olam chiroyli, o'zimga o'xshaydi bolam chiroyli. Mendan ranjimang ey yoru do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam yig'lab, u kulsamda kulgan, meni yuragida jonida bilgan. Baxtim ko'rayin deb qaddi bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Yo'limda yozu qishlari, mening kelishimni zor kutishlari, tabassum qilganda marjon tishlari, aslida hammadan onam chiroyli. Meni suyolmaydi onamday hech kim, menga kuyolmaydi onamday hech kim. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli Mehrdaryo onajonlarimiz, aziz opa-singillar. Onajon assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, ilohim aytdingiz kelsin. Yuzingizdan nur taralib turibdi. Hoji ona bugun 90 bahorni qarshi olasiz. Allohim uzoq umr, sihat, salomatlik bersin. Doim farzandlar, nabiralar, jigarlari baxtiga bor bo'ling, sog' bo'ling. Doim yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Hamisha xonadoningizga Allohning fayzi va barakati yog'ilib tursin. Doim quvonchli kunlarda ushbu xonadonning quyoshi bo'lib porlab turing. Doim farzandlar va nabiralarning boshidagi toji bo'lib duo qilib charchamang. Ona bugun sizni 90 ga kirdi deyishdi, lekin o'xshamaysiz. 18 yoshli qizlarga aytirasiz. Ko'z tegmasin ilohim. Yosh, navqiron, go'zal bo'lib yuravering. Yashang. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Ilohim barchamizni sizni yoshingizga yetkazsin ilohim. Ana. Bugun mana shu qo'lida guldasta ko'tarib turgan opa-singillarimiz, yaqinlaringiz, farzandlar va nabiralar. Sizning qalbingizga xursandchilik ulashaylik. Onam xursand bo'lsinlar. Baribir onani oldidagi qarzimizni umrimiz oxirigacha ado eta olmaymiz. Ushbu fursatda ular nomidan xonadoningizda mehmonmiz bugun. Sizni zarracha xursand qila olsak, mana shu bizning baxtimiz. Ushbu gullar nima bo'pti? Bu gullardan go'zalroq bizni onalarimiz. Dunyoda topilmas yagona xilqat Alloh yagona mo'jizani yaratgan biz uchun albatta onajonlarimiz. Jannat oyoqlari ostida yastanib turgan onajonlarimiz doim baxtimizga bor bo'lsin, omon bo'lsin. Onaning duosini olgan inson hech qachon kam bo'lmaydi. Onalarimiz bizdan qimmatbaho sovg'a, tilla taqinchoq kutishmaydi. Shunchaki onajon, sizni yaxshi ko'raman, boringizga shukr deya ikki og'iz shirin so'z yetarli aslida. Ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida, yashar aziz yoshlarida onajonim, jonim onam. Uyimizning fayzi o'zi, dardga davo aytar so'zi. Bizni ko'rib kunlar ko'zi, onajonim, jonim onam. Malikasiz taxtimizga, shiddat qo'shib shaxtimizga, omon bo'ling baxtimizga. Onajonim, jonim onam. Farishtalik nurlar sochib, duo qilar qo'lini ochib. Tashvishlar ham ketar qochib. Onajonim, jonim onam. Onajonlarimiz doim baxtimizga omon bo'lsin deganlarga ildiramiz. Qarsaylar bilan. Shukrona kunda malaka ayyom muborak bo'lsin.
hurmat va ehtirom ila badiiy sahnamizga farzandlarni taklif etamiz. Atalgan guldasta-yu sovg'a salomlar bilan kelib, tabriklab qutlashadi. Qani marhamat, badiiy sahnamiz sizlarga muntazir. Kelinglar. Boyiga og'izdan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Dadasi, o ani seningiz bilan jiyanlaringiz qachon ketishadi? Boshga bitgan balo bo'lishdi-yu. Shundoq ham sharoitimiz og'ir bo'lsa. Men qayerdan bilaman? Orasidan gap so'z o'tgan bo'lsa, 1-2 kunda olib ketadi deb o'yladim. Meni o'zimga ham yoqmayapti. Menga qarang, bitta yo'lini toping. Bo'pti, men ishdan kelib, nima o'ylashtiramiz? Ehtiyot bo'ling, xo'p? Yaxshi boring. Bo'pti. Tunda ham qalbida so'nmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobin uzun oqlasa, omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman. Turamiz endi. Qani, o'tinglar. O'tib turinglar, o'tinglar. Rasmga oxirida tushamiz. Ona o'tirib oling. Ona kayfiyat qanaqa endi, xursandmisiz? Bunga esa xursandman. Doim mana shunday bo'lib yurishni hamisha. Ilohim, rahmat kattakon, aytganlaringiz amalga oshsin. Ona, nechta farzandingiz bor? 10 ta edi. Shundan bittasi ketdi bizga. Qo'lim qalambar, Xudoga shukr. 27 ta chevaram bor. Chevarani bilasiz, nabira ham bor-a? Sanog'ini bilmaysiz menimcha. Sanamay barakasi uchun. Ilohim. Ilohim. Albatta. Siz yaxshi insonsiz-da, qarang, Allohning suygan bandasi shuncha farzandlarni beribdi. Boy ona ekansiz, ha? Ilohim, mana shu onamizning yoshiga chiqishlik, mana shunday farzand bo'lishlik
chevaralarini davrida ularni to'y hashamda duo qilib o'tirish hammaga ham emas. Yetqizsin yoshingizga bizni ham. Yana bir bor sizni bugungi 18 bahor bilan tabriklaymiz, qutlaymiz. Hamisha kulib yuring, kasal bo'lmang, dard chekmang hech qachon. Bugun farzandlaringiz nomidan bir chiroyli sovg'a tariqasi to'rtliklar bilan rahmat ilohim. Sizni xursand qilamiz. Keyin chiroyli raqslarga tushamiz. Esdalik bo'lib qolsin. Aytilmagan arzim ko'p ekan. Bajarmagan farzim ko'p ekan. Dunyosidan qarzim yo'q, ammo onasizdan qarzim ko'p ekan. Mazlumlarning nolasi qadar, ko'zlarining jolasi qadar, sochlaringiz tolasi qadar. Onasizdan qarzim ko'p ekan. Mehribonim, mening parvonam, atrofimda doim giryonam, bunchalarim yaxshisiz yaxshi. Bolamdek yashagan onam. Betob bo'lsam tunlari turib, boshim silab suhbatlar qurib, uxlamagan bedor o'tirib, bunchalarim yaxshisiz onam. Shu siri nimada bir aytib qo'ying. Eri bilan urushmaganman deyapti, hech qachon. Siri nimada shular? Urushmaganmiz hech. Sirini ayting, men ham bilib olay. Keliningizga borib aytaman. Ha, mayli, sir bo'lib qola qolsin. Yana bir bor qutlaymiz, tabriklaymiz. Qarsaklar bugun zo'r bo'lmadi onamiz uchun. Ushbu kunimiz qarsaklar hammasi uchun bu xursandchilik. Qarang, sizni qadrlaydigan, yaxshi ko'radigan shuncha insonlar bor. Ilohim. Men ayni fursatda sizdan bitta duo eshitaman, barcha insonlar uchun, biz uchun ham, hamma uchun. Keyin farzandlaringiz va nabiralarga so'z navbatini beramiz, yuragidagi shirin tilaklarni izhor qilishadi. Ona bitta duo eshitamiz, qani marhamat. Ilohi amin. Akbaradan, Xudo tarasan, kelsin, loyim ser farzandlik bo'lsin. Inonşan 40 ta nevaram var benim. 40 ta. O çevreden taşlardı. Xudodan tilayman shular sog' salomat bo'lsin deb. Loyim shunday bo'lsin. Bolalarning juvosh birontasi urushmaydi, boshqa qilmaydi. Yaxshi, rahmat. Rahmat kattakan. Ona, unda sizga hozir farzandlaringizni taklif qilaman. Tilaklarini izhor qilishadi. Faqat yig'lash yo'q. Ayollar, qizlar shunaqa mikrofonni oladi, salom beradi, yig'lashni boshlaydi. Buni xursandchilik, onamizni tavallud ayyomi. Mana shunday qadrlab, xursand qilib bugun qutlaymiz. Qani farzandlar badiiy sahnamizga kelinglar, marhamat. Qulab. Qani unda onasidan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bu o'qituvchiga, deputatga o'xshab seriyoz o'tiribsiz. Jiddiy insonga o'xshaysiz. Ha, ana. Qani unda chiroyli tilaklar bilan onajonimizni qutlab qo'ying, marhamat. Onam bugun 90 yoshi bo'lsa, ular ham yana yuzlashadilar, shunda o'tiraylik hammamiz. Mana shuncha nevara, nevaraning ham bolalari bor. Ular hali kelmadi, yosh maylachalar. Ha. Bizlar ham onamning yoshiga kirib, mana shunaqa nevara, chevaralarni ko'raylik. Hammamiz sog' salomat bo'lsin. Shu yerda nevara, chevaralarning ham bolalarini ko'rsin yana. Sog' salomat bo'lsin. O'g'illarning, qizlarning baxtiga hamisha omon bo'lsin. Ona bor, hammamiz davlatimiz bor. Ona bo'lmasa davlat bo'lmaydi. Ona davlat hammada. Hamisha sog' salomat bo'laylik. Bu yerda qarindoshlar ham hammasi. Ilohim yaxshi kunlarda, to'ylarda boshimizda omon bo'lib, boshimizda bosh o'qtirsin. To'ylar bo'lsin, yaxshi kunlarda bo'lsin. Sizni yuzga kiring, 100 yoshingizda ham bizlar hammamiz yana shunday bo'lib yig'laylik. Hammamiz o'zimiz ko'paysin, kamaymasin, ko'paysin. Ilohim shunday bo'lsin. Bitta o'tgan ukamning bolalari yo'q. Ular ham ko'paysin, ularni ham ko'rsin andan shularni. Kelinlar tushirsin, hammasini ko'rsin. Boshqasini hammasini bolalari, nevara, chevarlar hammalari bor. Xudoga ming qatlar shukr. Shu yoshga yetkazganiga shukr Allohim. Otam ko'rmaganlarni andan ko'rsin, ularni shunday bo'lsin. Hamisha 100 ga kirib yurib, 100 yoshda ham boyagilarni, Ismoillarning bolalarini ham ko'ring, nevaralarini ham, ularni ham hammasini ko'ring siz. Shu tilagim shu.
ular ham shunday bo'lsin. Rahmat kattakon. Chiroyli tilaklar ijobati albatta Allohdan nasib etsa mustajob bo'lsin deymiz ona. Ona shu farzandlarga bergan oqitingiz, mehringiz uchun rozi bo'ling. Tunlarni tongga ulab alla aytgansiz, bedor o'tkazgansiz ne tunlarni. Rozi bo'ling. Hamisha sizni mana shunday qadrlab, xursand qilib, qalbingizga, ko'nglingizga qarab yursin ilohim. Haj umralarga borib keling, 100 dan oshganda ham bir hoji ona bo'ling, qayta ilohim. Sizlar tabriklaysiz ona. Gap bilish shart emas, onaga aytish uchun gap topiladi, marhamat. Assalomu alaykum. Onamni 90 yoshlar ekan, yana 100 yoshlarga kirganda mana shunday o'tirayapti. Avvalambor shu yangam, kelinlarga hammasiga rahmat. Onamni shunchalik bunaqa o'tiribdi. Qizlar hammasi, ukalarimga ham, akamlarga ham rahmat. Xizmatlarini qilgan uchun nevaralariga ham rahmat hammasini. Onamni hurmatini qilib barisi bunaqa o'tiribdi. Nima deydi? Shu nevarlar, chevarlar bolasini ko'rsin, bizni ko'rsin, hojana bo'lsin. Akalarim ham, ukalarim ham, kelinlarim, opa-singlim hammasi hajlarga borish nasib etsin hammamizga. Shularni huzurini qilsin. Akam uzoqda endi kelib qolaveramiz. Yo'lda xatar bo'lsa esalama yaxshina kesimdan ham tabriklab ketsin, mayli. Rahmat. Hayajonlanib zo'r gapirdi. Gap bilmagan odam shuncha gapiryapti. Rahmat kattakon. Yana kim bor? Keling. Sana baraka. Sariq ko'ylak kim? Keling. Assalomu alaykum. Marhamat opa. Assalomu alaykum. Hammalarni xushkepsizlar. Mana bu annamning yubileyi. Shunga annamni tabriklayman. Allohim yuzlarga kirsin. Yuzlardan oshsin. Har doim ana shunday nevara, chevara, evara, hammasini ustida yursin. Hammalar sog' salomat bo'lsin. Opa-singillarim, yangamlar, jiyanlar hammasi sog' salomat o'ynab turib yursin. Uzoqda jiyanlarimiz bor, ishlayapti. Ular ham sog' salomat bo'lsin. Rahmat kattakon. Ona sizni bitta keliniz juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bitta keliniz bor ekan. Hamma bilan kelishib, bizga murojaat yo'llagan inson mana shu yerda turibdi. Zuhra opamiz o'zbekchasini aytib qo'ya qoldi. Keling ekan. Marhamat, assalomu alaykum. Eng qizig'i baxtli insonman chunki Fatima opani tug'ilgan kunida tabriklayotganda bu kishi yonga turuvdi. Marhamat opa. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun katta tantana, hamma xursandchiliklarimiz abadiy bo'lsin, bardavom bo'lsin. Xush kelibsizlar, sog' salomat bo'linglar. Sizga katta rahmat, sog' salomat bo'ling. Niyatlaringizga yeting, bolalaringizni huzurini ko'ring, bolalaringiz ko'p bo'lsin. Ilohim. Yaxshi kunlarga kelingizlar shu xonadonga, rahmatim bilan. Rahmat kattakon. Zo'r. Nabiralar bormi? Nabiralar bo'lsa kelinglar tabriklaymiz. Bo'lmasa vaqtni cho'zmaymiz, raqslarni boshlaymiz. Sheringiz bormi? Assalomu alaykum. Sheringiz bormi? Sheri yo'q ekan. Assalomu alaykum. Tabriklayman. 100 yoshingiz, 90 yoshingiz muborak bo'lsin. Doim baxtimizga sog' bo'lib yuring. Yaxshi kunlarni ko'rib yuring. Doimo baxtimizga sog' bo'lib yuring. Tabriklayman. Rahmat kattakon. Yana bitta inson kelsa, undan keyin raqslarni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Opam yomon tayyorgarlik ko'rib turibdi. Boshqacha gapiradi shekilli. Marhamat. Jonim tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz bilan uzoq bo'lsin.
sog'lik salomatlik tilayman doim. Shunaqa doim shunaqa kulib xushchaqchaq bo'lib yuring, chiroyli hojona bo'lib yuring. Ilohim sizni yana ko'p ko'rishni xohlaymiz bugun. Hammani tabriklayman, hammamiz tug'ilgan kunimiz bugun. Birgalikda nima deyman yana? Sizlarga ham uzoq umr tilayman. Nevaralariga hammasiga, kelgan mehmonlarga hammasiga uzoq umr, sog'lik tilayman. Mehr-oqibat buzilmasin. Chiroyli shunaqa o'tirib, yig'ilib turaylik ilohim. Rahmat kattadan. Keling, onamizni opasini qizi. Qani onamni jiyani qani keling. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga, ko'rganlar, ko'rishganlar, ko'rmaganlar. Onamdan qolgan yodgorim, xolajonim, mehribonim. Xoladan onamni hidi keladi deydi. Har doim xolamni ko'rganda, onamni ko'rgandek bo'laman. Ilohim 90 yoshga ekan mana bugun. Ilohim 100 yoshlar bilan yuzlashsin. Nevaralarning, chevarlarning to'ylarida ham, shularning huzurida, huzur halovatini ko'rib, baxtli ona bo'lib yashasin. Mana hozirgacha ham baxtli, bundan keyin yana ham baxtli bo'lib yashasin. Hech qachon dard ko'rmasin, ko'zlari g'am ko'rmasin. Piru badavlat ona bo'lsin. Doim sog' bo'l. Sizni ham chaqirib keling, apkiyapti deyapti. Keling. Voy xolajonim. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz, salomatmisiz? Holingiz bo'ladi? Onani ko'rganda, endi ona o'rnida onada opa bo'lish shart emas, to'g'rimi? Chiroyli tilaklar bilan tabrik. Keling. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun kattalarimizni yaxshi ayolda yig'ib turibmiz. Kattalarga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha mana shunday o'g'illarni, nevarlarni baxtiga sog' salomat bo'lib, boshimizda yursin deb tilab qolamiz. Sizlarga kiring kattalar. Hamda sizni 90 yoshli yubileyingiz bilan tabriklayman. Dadam nomidan sizni tabriklayman. Hammamizga bosh bo'ling. Bu yoshlarni ko'pini ko'raman. Sizni tabriklayman. Albatta, yaxshi-da. Eng sevimlisi deb yuradi endi. Shu bor meros shundan beri tashlab ketasiz. Yana bir bor qutlaymiz, tabriklaymiz. Ona ana endi bitta chiroyli qo'shiq qo'yaman siz uchun. Bir charchoqlarni unutib, farzandlari, jigarlari, nabiralari bilan raqsga tushamiz. Tillaridan tushmaydi duo. To'xtash yo'q mening onamning. 18 ming olamda tanho o'xshash yo'q mening onamning. Bolam deya qo'llari qadoq, bolam deya dillari adoq uzib ko'rmay o'tdi bu barmoq, o'xshash yo'q mening onamning. Yashayman dunyoda shodonu beg'am. Yaratganlar to'rt ucham sog'lomu bekam dunyoni ko'rishga musharraf qilgan. Onamni asragin yo qodir egam. Jannat poyida deb yaratgan Alloh bizni har balodan etguvchi ogoh. Sar baland qaddimiz tutib turguvchi. Onamni asragan yo qodir egam. Yana bir bor 18 bahorni boramiz, chiroyli guldiroz qarsaklar bilan barchaga. Oqshomimiz xayrli bo'lsin. Alloh kayfiyatimiz bugun onajonimizni tomonidan omad chiroyli raqslarni boshladik. Davralarda o'ynasin onam, qani marhamat boshladik.
davlat boshimdagi toj kuy alanga yangradi xiroj baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga yangradi xiroj farishtadek yoyib qirq quloch davralarda o'ynasin onam farishtadek yoyib qirq quloch davralarda o'ynasin onam bolamga bog' bo'lar fidoyi orzulari qo'rqur samoyi bolamga bog' bo'lar fidoyi orzulari qo'rqur samoyi yarim yuzligi go'zal nuroniy davralarda o'ynasin onam yarim yuzligi go'zal nuroniy davralarda o'ynasin onam ko'rkam qo'rqmas bahodir ona duosiga har nega qodir ko'rkam qo'rqmas bahodir ona duosiga har nega qodir xizmatidayam bo'layin hozir davralarda o'ynasin onam xizmatidayam bo'layin hozir davralarda o'ynasin onam nafaslari ko'p yuragidagi tafti so'nmas uch nafaslari yuragidagi tafti so'nmas boshimga qilayin qulluq davralarda o'ynasin onam boshimga qilayin qulluq davralarda o'ynasin onam baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga yangradi xiroj baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga yangradi xiroj farishtadek yoyib qirq quloch davralarda o'ynasin onam davralarda o'ynasin onam to'ylar ko'rda o'ynasin onam ko'rmaymi oshiqim yuzin oshig'i qonsa bo'lmas yurakchasi kuymasa behuda yonsa bo'lmas samandardek o'ticha yolg'izsiz yonsa bo'lmas ishqi tushdi yurakka chiqarib olsa bo'lmas daryolar omlar yoshni qaytarib olsa bo'lmas qora ko'z bo'y 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 qora ko'z bo'y bo'y qora ko'z bo'y 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 qora ko'z bo'y bo'y davralarni ko'rday obodi razmlarni zo'riday obodi davralarni ko'rday obodi razmlarni zo'riday obodi kimshoy ichib bedanasin sayratib kimshoy ichib bedanasin sayratib o'tiradi so'riday obodi razmlarni zo'riday obodi ahe 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 ahe
güzel duygu İçte yüzü kıpkızıl alyan aşkı Sevmedik senden de fiyat üçgen Aynen ya Sevgili bölüm O yandırırken bu güzel duygu İçte yüzü kıpkızıl alyan aşkı Sevmedik senden de fiyat üçgen Seni bakışmaya gide sokacağım uzun On geçap yolda boyatma kuzum Quvonch ovozi yurakdan chiqadi har bir so'zi baxtingizga qo'shamiz rang bugun sizniki bu jarang family esdalik baxt